Ming yillar oldin odamlarning qo'lida turli boyliklar bor edi-yu, lekin u paytda ularni qanday asrashni hech kim bilmasdi. Qayerda boylik bo'lsa, albatta o'sha yerda qaroqchilik va yovuzlik hukm surardi. Odamlar doimo qo'rquv ichida, o'g'ri qachon hujum qilarkan degan xavotir bilan umr kechirib kelardi. U paytlarda boylikni saqlash uchun banklar yoki himoyalangan seyflar yo'q edi. Shuning uchun yerni qazib, yomon ko'zlardan boyliklarini ko'za va xonlarga yashirib kelishgan. Ammo qanchadir mulkka ega bo'lganlar baribir o'g'rilarni to'xtatishni ilojini qila olmagan. Bosqinchilar kerak bo'lsa odamlarni bo'g'izlab, yerni qazib boyliklarini olib kelishardi. Shunda yerga yashirilgan boylikni himoya qilish guruhlarini tuzishdi. Bular bandishlar, ya'ni to'siqlar edi. Qimmatbaho boylikni asrash uchun usullar va turli tantrik usullarni qo'llab, har xil turdagi bandishlarni yaratib, so'ng ular o'z maqsadlariga yetish uchun ishga solishdi. Bu to'siqlar ichida eng dahshatlisi hammaga ma'lum